Tashlab ketmadim, tash esib ketdim. Abdure Abduvali Ayıp. Türkiye'den tuyuqsiz ayrıldım. Xuddi yillar burun shaharlik do'stimga Allohga omonat deb qo'ymay to'qqizoq chiqib ketgandek. Do'stlarga xo'sh deyishga ulgurmay aydirimga yo'l oldim. Hamma ish shunchalik tez va tasodifiylikqa o'xshashli yuz berdi. Istanbuldagi Fransiya elchixonasi menga o'zim va oilam uchun viza iltimos sunishimni aytib telefon qilganda pasportimning yo'qligini qayta eskartdim. Bu ishqa 2 yildan beri tirishayotgan Dilnurg'im aniq dedim. Menga bir odamning pasportsiz viza ilishi imkonsiz tuyuladi. Ham amaliyotmi shu edi. Xuddi viza iltimosimga o'xshash vizamning chiqishimi tez bo'ldi. Xuddi biri kelib qo'limdan vaqtliq chegirdan chiqish qog'ozini tortib oladigandek darhol bilet oldim. Xuddi Urumchidan ayrilganda o'g'irdak g'immisida mangandek Istanbuldanmi shundoq ayrildim. Bir qo'rqinch meni qiynaydi. Qo'limdagi pasport emas, bir varaq qog'oz. Agar chegirdan chiqarmay qo'ysa degan gumon meni so'g'uq tariltadi. Xuddi vatandan ayrilganda qilg'inimga o'xshash do'stlarga men Fransiyaga berib aeroplandan tushib sirtqa chiqmag'icha xabar qilmadim. Bu xo'sh xabarning bir qancha hafta burun dastlabki uchirini bergan Dilnur yana o'z qalbi bilan bu xo'shallik minutlarni do'stlarga sundi. Dilnur xo'shallikdan yig'lab ketdi. Billa chiqqan singlimimiz va pidakor inalarimizning yuzlari oftobdek ichilib ketdi. Qizimga do'st, ayolimga sirdosh tepildi. Ammo men hech moslashib bo'la olmadim. Xo'shal bo'lishim kerak edi. Xo'shallik yoshlarimga moslashib yig'lashim, ichilgan chiroylarga ichilib beqishim kerak edi. Ammo ichila olmadim. Yuragimga vatandan chiqqanda bir toshni esib chiqqan ekanman. Bu tosh hijron uzunga so'zilgancha, qadamlarim ona tuproqdan yiroqlashgancha ig'irlab bormoqda edi. Men Istanbuldan uchgan aeroplanning Urumchi osmoniga parvoz qilishini, aeroplandan chiqqanda qurg'oq havoning dimoqlarimga urilishini, haroratlik oftobning yuzlarimni kuydirishini orzu qilatdim. Ammo kelginim Parij, tosh binolar bilan zinnatli shahar. Agar oldimga chiqqani mehrlik uyg'urlarim bo'lmagan bo'lsa, men yuragimga isilgan toshning dastida bu tosh shaharda puklanib qolgan bo'lardim. Turkiyadami Parijdagidek qal'alar tosh, masjidlar tosh edi. Tarixiy binolar tosh bilan yasalg'achqa mustahkam, puxta edi. Turkiyada yashash uchun shu tarixiy tosh binolardek puxta bo'lishing kerak edi. Bu qattiq reallik kishilarni toshdek bo'lishga undab turadi. Qarindoshlarimiz ko'rayotgan toshdek qattiq turmush qalblarni qotirmoqda edi. Buningga qarab, chorasizlikda qalbimdagi toshmu ig'irlab, davomliq ansiz pulanglab turadi. Tosh sepilda qo'rshalgan Istanbul menga Uyg'urning tiniqlari bilan hayot edi. Tosh binolar orasida yashabmi, toshdek qatmagan Uyg'urcha qalblar, otash nafas azizlar, tamosiz azmatlar, armonda yurgan arslanlar,
amalsız qalğan aq chaç, qara ko'zlar uchun Turkiyada qiladigan ishimiz, to'kadigan terimiz ko'p edi. Taşlar arsida önüp chiqqan giyalardek sabilar uchun ishligim bor, tirishqim bor. Ammo imkonim yo'q, ketkim yo'q edi. Türkiye'de billa ishlab, unsiz ajr qilgan inilar, fidokorlikdan boshqa hech bir tasallisi bo'lmagan singillar, qo'lidan kelganni ayamay, mazlum millatimiz uchun barliqini ayamagan do'stlarimiz bor edi. Ba'zida yo'limni to'sib, tillab soladigan ochchig'i yomon, ammo bag'ri yumshoq tog'illarimiz, hammalarimiz, bag'rilarimiz bor edi. Shularni qo'yib ketdim. Uyg'urning menga eng illiq ichilgan qo'ynidan yiroqlab ketdim. Uyg'urning dardi eng ko'p yerdan ketdim. Qiladigan ishim eng ko'p, qilgancha ish ozlamay, burch ko'paydigan eldan ketdim. İşligancha yeniklaydigan qalbimga esilgan toshni texmi ig'riltib, yiroqlab ketdim. Chunki men kimliksiz, kimligimga imkonsiz, kimligim haqida aniq qonun nizomsiz bir elda. Kelgusimga plansiz shu hayotni bezlab bo'lolmaydim. Tugidi. 2019 yıl 30 aprel Paris.